Bugungi mehmonimiz keldilarda menga wolf cut qilib bering, faqat uzun kerak menga. Ya'ni o'stirmoqchiman dedilar. Bu uzunligi yetmasa kerak. O'shaning uchun forma qilib bering, o'sha formasi bo'yicha o'stiraman. Yoningizga kelib turaman, takoy akantovka qilib, o'zingiz to'g'rilab turasiz dedilar. Keyin sochni olishni boshlab yubordim. Mendan oldin sochni olishgan ekan, o'shaning uchun faqat uchini to'g'rilab qo'ydim. O'zlariga ham aytdim. Sochingiz normalniy, ya'ni cho'kka qismi yaxshi turibdi. Faqat orqasiga ozgina forma berib yuborish kerak dedim. Bo'pti dedilar va men formani berishni boshlab yubordim. Ularga tushuntirdim, qanaqa qilib o'stirish kerak, qanaqa qilib ukladka qilish kerak. Ko'pchilik unaqa uzun sochlarga ukladka qilish uchun mahsulot topa olmaydi. Bizda bu bor, ya'ni Bullfrog mahsulotidan spreyni olasiz, sochingiz ho'lligida shunday sepasizda quritasiz. Mana shunaqa holatga kelib qoladi. Agar sizlarga Bullfrog firmasidan mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi silkaga bemalol murojaat qilaverasiz. Meni kuzatishda davom eting. Oldinda yangiliklar juda ham ko'p.